Nima bo'ldi? Ishim. Aytdim-ku, obeddan keyin ham. Kesincha iltimos qilganman men. Yana to'r bo'lyapti. Endi nima qilayapman? Kim aybim? Menimi, xosiyatdimi? Ha? Meni aybimmi, xosiyatdimi? Vaqtida kim aytmagan? Kim aybiligini men so'ramayapman. Yo'q. Juma kuni aytdim. Yordam ber iltimos, bittasi qiynalgan bordim aytsam, mayli davlat dedi, boringchi gaplashib ko'ramiz dedi. Bu harakat qilishim kerak. Mana Yamanni tinchitmayapsizlar. Kovlayapti yana enverlar. Mana, Nomer berding, men ularda nomer yo'q. Setkalariga javob tashashmayapti, hech narsa qilmayapti. Mana bugun chiqib kelishim bilan Anjova, mahalla hech narsa indamayapti, silos boshlashmoqchi deydi. Ha, zo'r dedim. Kim aytyapti? Aytdim. Bilasiz? Bosmaydi aytaman. Nimasiga Yamanni olib qo'ymagandan keyin qani yana qilasiz? Bosmaydi. Yamanni olib tashlash kerak. Unga ogohlantirish berganman. Bularga farqi yo'q, ogohlantirasizmi, boshqa qilasizmi? Mana Zukur Yamanni uyda kovladi, ko'rdik. Kirib ham ko'rdim. Nega Enver hozir shu Yamanlarni ushlayapti? Savol sizga. Setka obgorojeniy o'sha turibdi. Javobini beradi qizcha. Odil ham olib tashamadi. Meni больницамni hal qilinglar. Bari seni? O'sha men sizga aytdim. Men hisoblab ham berdi vrachim, qancha nima ketishi. Sizni 4,5 ketadi. Men sizga 2 million 100 yordam bering. Qolganini jamiyatdan olaman, yo'q-yo'qdan olamiz dedik. Hatto bu shu ma'noda yotishim kerak. To'g'ri kelmayapti. Qarang, hozir agar oktyabr ham noyabrga qarab ketadi. Men yana yanvar yotishim, bizga to'g'ri kelmayapti. Doza ko'payib qolsa ko'rmay qolasan dedi. Men har yili sentyabrda yotishim kerak edi. 8da kelib xosiyatga aytdim, xo'p 15gacha hal qilamiz dedi. O'sha pulga nima sotamoqchisan? Dori, yotishim. Qanaqa dori? Yotishi tekismi? Qani 5 kun menga miyopiya высокой степени, u ko'zimiz narkotik 5 kun ta'sir qilmaydi ukol. Ukol 6-kundan boshlab ta'sir qiladi bizga. 5 kun order bilan yotsam, 5 kun pulli yotaman. Pulli qancha ekan? Aytdim-ku sizga. 275 ming hisobladik, ha. 1 million 375 ming bo'ladi. Dorilarni hisobladik, dalshi ketadi 4 millionga. Men ikkita dori qimmat aytmadim sizga. Mayli dedim, o'sha 2 million 100 yordam bersin, bu yoqni o'zim sotib olaman pensiyamdan. Chunki bu yoq qimmat. Har bittasi 1 milliondan olinadi. Bitta dorini bilaman. Ko'zi ichiga nina tiqadi-da, unga tomg'izadi 10 kun. 2 million ketadi. Biz o'shaning uchun men Vohidxonaga ham, viloyat hokimiyatiga ham shunaqa aytganman. O'shaning uchun mana shu ehtirom qolsin. Qanaqa ishmi уже borib ham keldim. Bu yoqqa kelishga уже 20 ming yo'lkaram ketdi. Hal qilinglar. Men Nazira opadan ha deb yo'lkara bering demayman-ku. Endi odam kelsin-da, kelmasa uni urib, yiqitib pulni olamiz-ku, ajaylar salam to'g'risida. Juma kuni aytdim, mayli. O'tgan safar kelib aytdim, xosiyat hal qilaman dedi. Xosiyat bilamdi. Kutimi poylashni biladi-yu, hal qilsin. Oyligini qaytarib bermaysan-ku, men oyligini berib olmayman. Alo. Beradi. Kutimi poyladi-yu. Nazira opani necha marta tinchligini buzdi. Harakat qilinglar. Kelib qolsa senga aytamiz, kelasan. Qachon kelasizlar? Endi men birovni hozir qachon kelasan? Siz menga obeddan keyin dedingiz, yo'q, obeddan keyin dedingiz. Soat 4 ga qarab ketyapti. Senga tushuntiryapman o'zbekchasiga. Nima qilay hozir u kelmasa, urib chaqirmayman-ku. 6 da kelaman. Baribir shu yerda aylanaman.